Assalomu alaykum, video montaj kanali obunachilari. Bugun circle transition o'rganamiz, ya'ni dumaloq doira aylana degani circle tarjimasi kirkle deb yoziladi. Biz u переход yasash uchun mana bu yashil ikkinchi videomizni birinchi videomizni ustiga olamiz, ozgina chiqaramiz va buni boshiga o'tamiz va mana bu yerga circle deb yozamiz. Mana hop, tashladim. Oq dumaloq chiqdi, ko'rdinglar va non va effect controlga kirib circle topib blending mode ga kirib nonni stencil alpha ga almashtiramiz, ya'ni teki videoni ko'rsatib beradi va radiusi 75 turibdi, radiusi 0 qilib olamiz. Mana hozir 0 qilib olamiz radiusi va ozgina o'tkazamiz. Aralashtiramiz buni. Ko'rasizlar. Xo'p, keyin ikkinchi kalitimizni easy in qo'yamiz va oxiriga olib kelib suramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, doirasimon переходimiz tayyor. Xo'p. Bu hali hammasi emas, yana ikkita переходlarimiz bor, o'shalarni o'rgatamiz, xudo xolasa. Xo'p, like bosinglar, komment yozinglar, tushunmagan narsalarni so'ranglar, tushuntira olmagan bo'lsangiz so'ranglar, kommentlarda tushuntiramiz. Agar unda ham bo'lmasa, yana video qilib tushuntiramiz. Xudo xolasa 1000 ta odam bo'lganimizdan keyin biz onlayn o'rgatishga harakat qilamiz darsliklarni. 10 ta odam bo'ladimi, 15 ta, 20 ta odam bo'ladimi, Premiere Pro dasturini mukammal tarzda o'rgatamiz, xudo xolasa. Faqat 1000 ta bo'lishimiz kerak. Uning uchun qanday biz onlayn o'rgata olamiz, ya'ni YouTubedan translyatsiya, prямой translyatsiya qilib, prямой efir qilib o'rgata olamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar, omad hammaga. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.